Aziz onajonlar, xolajonlar bizlarni kuzatadigan doimiy подписчикlarimiz. Xolajonlar, kelolmay uyda o'tirgan opajonlarimiz uchun ustimdagi mana bu hamma yoqlari frantsuzskiy gipyur bilan tikilgan posadka va pishe chiroyli turadigan asal ko'ylaklarimiz keldi. 300-350 mingdan sotgan ko'ylagimizni skidkada 200 mingdan qo'ydik opalar. Ko'ryapsizlar, juda ham chiroyli turadi. Qo'llari mana shunaqa frantsuzskiy gipyurdan, oldilari frantsuzskiy gipyur va ruchная работа toshlari ham bor. Ketdik opalar, yaqinroqdan ko'rsataman. Sharifimdan ham bor. Ushbu sharifim shapkali 50 mingdan 27 xil rasvetkasi bor. Opajon, ko'ylagimizning rasvetkalariga e'tibor berasizlar. Oldilarida Swarovski toshlar, mana ko'ryapsizlar. Ruchная работа toshlari. Endi ushbu ko'yni to'rtburchak kiymayman degan opajonlarimiz uchun mana bunaqa uchburchakligi ham bor. Uchburchakligini orqasida ham shunaqa asal pirpiraklari bor. 200 mingdan tez kelib olmasanglar bo'lmaydi. Bu orqasi, mana bu oldi.